ham ZPR diagnoz qo'yishgan. Eng avval o'zim chuqur psixikamni to'g'irlashni xohlayman shu. Qarang, oldin diagnozlarni ajratib olinglar. ZPR nima? ZPRR nima? ZPR bu zaторможенность психического развития, aqliy rivojlanish, to'xtalish. ZRR bor, заторможенность речевого развития, nutqiy rivojlanish, to'xtalishi. ZPRR bu aqliy va nutqiy rivojlanish, to'xtalishi. Demak, psixosomatika bo'yicha siz tushunmayapsiz ham, gaplashib olmayapsiz ham. Bildingiz? Birinchi o'rinda boya aynan tilida defekti ZRRga aytayotgan narsam ham aynan shu narsaga tegishli. Tushunchalaringizni kengaytirishingiz kerak, ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni siz tushunish uchun ilm olishingiz kerak, ilmingizni ziyoda qilishingiz kerak, tushunishga harakat qilish uchun odamlarni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rishga o'rganishingiz kerak. Psixikani to'g'rilaydigan masalalarga kelsak, Xudo xolasa ilmini